Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, har bir xonadon, har bir yer egasi, har bir uy-joy, dala hovli, do'kon, garaj yoki meros mulki bor odam bilishi shart bo'lgan masalani tushuntirib beraman. So'nggi kunlarda yangi qonun nomer 1217 qabul qilindi. Endi mulk huquqini olib qo'yadi degan gaplar ko'paydi. Odamlar haqli ravishda xavotirda, uyimni tortib olishadimi? Kadastrim bo'lmasa nima bo'ladi? Meroslik uy xavf ostidami? Davlat ehtiyoji uchun degan bahona bilan ko'chirishadimi? Degan savollar juda ko'p. Men bugun bu mavzuni qo'rqitish uchun emas, aksincha sizni xabardor qilish va himoyalash uchun tushuntiraman. Chunki ko'pchilik muammo qonun chiqqanidan keyin emas, hujjatlarni vaqtida tekshirmagani, ogohlantirish xatiga beparvo qaragani, kadastrdagi xatoni yillar davomida tuzatmagani sababli boshlanadi. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'plab oilalarning uy-joyini, yerini, pulini va asabini saqlab qolishi mumkin. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Mulk huquqi oddiy gap. Mish-mish yoki bitta xodimning og'zaki talabi bilan olib qo'yilmaydi. Mulk huquqi konstitutsiya, fuqarolik kodeksi, yer va kadastr qonunchiligi bilan himoyalangan. Ya'ni sizning uyingiz, yeringiz yoki noturar joyingiz qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, uni kimdir kelib bu endi davlatniki deb olib qo'ya olmaydi. Buning uchun aniq asos, rasmiy tartib, yozma qaror, kompensatsiya masalasi va ko'p hollarda sud jarayoni bo'lishi kerak. Lekin odamlar nega xavotirga tushyapti? Chunki yangi tartiblar, jumladan nomer 1237 deb muhokama qilinayotgan qonunchilik o'zgarishlari mulkni rasmiylashtirish, yer uchastkalaridan maqsadli foydalanish, noqonuniy qurilmalar, kadastr ma'lumotlari, egasiz yoki qarovsiz qolgan obyektlar, davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer ajratish kabi masalalarni yanada qat'iyroq tartibga solishga qaratilgan. Boshqacha aytganda, qonun to'g'ri hujjati bor odamni qo'rqitish uchun emas, hujjati chala, yerdan noto'g'ri foydalanayotgan, o'zboshimchalik bilan qurilish qilgan, yillar davomida nizoli holatni hal qilmagan shaxslarni tartibga chaqirish uchun ishlaydi. Oldin qanday edi? Ko'p joylarda odamlar uy qurib olgan, keyinroq kadastr qilamiz degan. Kimdir otasidan qolgan uyda yashab kelgan, lekin merosni rasmiylashtirmagan. Kimdir yerini tomorqa deb olgan, lekin ustiga seks yoki magazin qurib yuborgan. Kimdir qo'shnisining yeridan yarim metr, 1 metr kirib qurilish qilgan. Yillar davomida bunday holatlar mayli, turaversin degan kayfiyatda qolib ketgan. Endi esa raqamlashtirish kuchaydi. Kadastr xaritalari solishtirilmoqda, yerning maqsadli foydalanishi tekshirilmoqda, noqonuniy qurilishlar aniqlanmoqda. O'zgarishning eng katta ta'siri mana shu joyda. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini birma-bir aytaman. Birinchi guruh, kadastr hujjati bor. Uy-joy yoki yer uchastkasi davlat ro'yxatidan o'tgan fuqarolar. Agar sizda kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan mulk huquqi, oldi-sotdi shartnomasi yoki hokim qarori, meros guvohnomasi, hadya shartnomasi kabi asosiy hujjatlar to'liq bo'lsa, siz darhol vahimaga tushmasligingiz kerak. Lekin menda hujjat bor deb ham mutlaqo beparvo bo'lmang. Hujjatdagi maydon, manzil, chegaralar, obyekt turi va egasi haqidagi ma'lumotlar amaldagi holatga mos bo'lishi shart. Masalan, sizning kadastr hujjatingizda yer maydoni 6 sotiq deb ko'rsatilgan, lekin amalda siz 7 sotiqdan foydalanayotgan bo'lsangiz, muammo kelib chiqishi mumkin. Chunki ortiqcha 1 sotiq qayerdan qo'shilgan? U qo'shninikimi, davlat zaxirasidami, yo'lning qizil chizig'iga kiradimi? Oldin bu bilinmasligi mumkin edi. Endi elektron xaritalar bilan bunday tafovutlar ko'rinadi. Demak, hujjatingiz borligi yaxshi, lekin hujjat va real holat bir xil bo'lishi undan ham muhim. Ikkinchi guruh, kadastr yo'q, lekin uyda uzoq yildan beri yashab kelayotganlar. Mana eng katta xavf shu yerda. Men bu uyda 30 yildan beri yashayman. Bu yer bobomdan qolgan, mahalla ham biladi. Hamma qo'shni guvoh degan gaplar hayotiy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan yetarli bo'lmasligi mumkin. Sud yoki davlat organi ko'pincha og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Agar siz uyda yashab kelsangiz, kommunal to'lovlar to'layotgan bo'lsangiz, mahalladan ma'lumotnoma olsangiz ham, baribir mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazish kerak. Misol keltiraman. Bir oila 1938 yildan beri uyda yashaydi. Uy otasining nomida bo'lgan, ota vafot etgan, bolalar esa merosni rasmiylashtirmagan, oradan 20 yil o'tgan. Endi hududda rekonstruksiya boshlanadi yoki kadastr tekshiruvi keladi. Hujjatda mulkdor hali ham vafot etgan ota ko'rsatilgan. Bolalar bu bizning uy deydi.
lekin huquqiy tizimda ular mulkdor sifatida ko'rinmaydi. Bunday holatda kompensatsiya, ko'chirish yoki rasmiy muzokara jarayonida katta muammo tug'iladi. Shuning uchun meros mulkini darhol rasmiylashtirish kerak. 3-guruh yer uchastkasidan maqsadli foydalanmayotganlar. Masalan, sizga dehqonchilik yoki tomorqa uchun yer berilgan, lekin siz u yerga avtomoyka, sklad ishlab chiqarish sexi yoki kafe qurib qo'ygansiz. Yoki yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun ajratilgan yerda ko'p qavatli ijaraga beriladigan bino ko'targansiz. Bunday holatlar yangi tartiblar bo'yicha alohida tekshirilishi mumkin. Yerning maqsadi hujjatda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, foydalanish ham shunga mos bo'lishi kerak. Aks holda avval ogohlantirish, keyin jarima, keyin majburiy tartibda buzdirish yoki yerga bo'lgan huquqni bekor qilish masalasi ko'tarilishi mumkin. 4-guruh o'zboshimchalik bilan qurilish qilganlar. Bu juda nozik masala. Ko'pchilik men o'z yerimga qurmadimmi? Nima bo'pti dedi. Lekin o'z yeringizda ham istagan narsani qurib yuborish mumkin emas. Qurilish uchun ruxsat, loyiha, shaharsozlik talablari, qo'shnilar huquqi, sanitariya va yong'in xavfsizligi, qizil chiziqlar, muhandislik tarmoqlari hisobga olinadi. Masalan, siz gaz quvuri ustiga qo'shimcha xona qursangiz, bu faqat hujjatsiz qurilish emas, balki xavfsizlikka tahdid hisoblanadi. Yoki ariqqa, yo'l yoqasiga elektr tarmog'i, himoya zonasiga kirib qurilgan devor ertaga majburiy buzdirilishi mumkin. 5-guruh kredit qarz, soliq yoki ijro hujjatlari bo'yicha muammosi borlar. Ba'zan odamlar qonun mulkimni olib qo'ydi deydi. Aslida esa sud qarori asosida garovdagi uy yoki qarzdorlik sabab mol-mulk realizatsiya qilinayotgan bo'ladi. Agar siz bankdan kredit olib, uyingizni garovga qo'ygan bo'lsangiz, to'lovlarni bajarmasangiz, bank sud orqali undiruvga qaratishi mumkin. Bu yangi qonun bilan emas, garov majburiyati bilan bog'liq. Shuning uchun mulk huquqini saqlash faqat kadastr emas, moliyaviy intizomga ham bog'liq. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi kerak? Hujjatlari to'liq, kadastri to'g'ri, yerdan maqsadli foydalanayotgan, qurilish ruxsatlari tartibli, soliqlari to'langan, meros va oldi sotdi ishlari rasmiy bo'lgan odamlar. Bunday fuqarolar uchun yangi tartiblar ko'proq himoya vazifasini bajaradi. Chunki sizning yer chegarangiz elektron bazada aniq tursa, qo'shni o'zboshimchalik bilan kirib olmaydi. Sizning mulkingiz davlat ro'yxatida to'g'ri ko'rinsa, firibgarlar soxta hujjat bilan sotib yubora olmaydi. Birinchi nozik jihat davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish masalasi. Agar hududdan yo'l, metro, ko'prik, maktab, shifoxona, elektr tarmog'i yoki boshqa muhim obyekt o'tadigan bo'lsa, ayrim yer uchastkalari olib qo'yilishi mumkin. Lekin bu jarayon ham chiqib ket shaklida bo'lmasligi kerak. Baholash, kompensatsiya, kelishuv, boshqa uy yoki pul shaklida qoplash, zararlarni hisoblash tartibi bo'lishi kerak. Siz bu jarayonda passiv turmasligingiz kerak. Baholovchi qancha desa shunga darrov rozi bo'lib imzo qo'ymang. Agar sizning uyingiz bozor narxida 2 million so'm tursa, sizga 2 million taklif qilishsa, mustaqil baholovchi chaqirish, e'tiroz yozish, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Ikkinchi nozik jihat kadastrdagi texnik xatolar. Ba'zan fuqaro aybdor emas, lekin eski xaritada chizma noto'g'ri tushgan bo'ladi. Masalan, uyning umumiy maydoni hujjatda 1,20 kvadrat metr, amalda 1,35 kvadrat metr. Yoki yer 4 sotix, lekin koordinata noto'g'ri kiritilgani uchun qo'shni uchastka bilan ustma-ust tushadi. Bunday xatoni ko'rganingizda o'zi tuzalar deb kutmang. Kadastr organiga yozma ariza bering, o'lchov qildiring, eski hujjatlarni ilova qiling. Og'zaki murojaat qilib qaytib kelish foyda bermaydi. Har bir murojaat yozma va ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. 3-nozik jihat merosxo'rlar o'rtasidagi kelishmovchilik. Juda ko'p uylar onaning, otaning yoki boboning nomida turibdi. Farzandlar esa biz o'zaro kelishganmiz deb yuradi. Ammo bitta merosxo'r chet eldan qaytib kelib da'vo qilsa yoki vafot etgan merosxo'rning bolalari ulush talab qilsa, uyga nisbatan nizo ochiladi. Nizoli mulkni sotish, kompensatsiya olish, rekonstruksiya bo'yicha kelishish qiyinlashadi. Shuning uchun merosni notarius orqali rasmiylashtirish, ulushlarni aniq belgilash va kadastrda egalarni yangilash juda zarur. 4-nozik jihat ishonchnoma bilan sotib olingan uylar. Ayrim odamlar uy sotib olgan, lekin oldi sotish shartnomasi qilmagan, faqat ishonchnoma olgan. Bu juda xavfli. Ishonchnoma mulk huquqini o'tkazmaydi. Ishonchnoma bergan odam vafot etsa, bekor qilsa yoki boshqa shaxsga sotsa, siz muammoga tushasiz. Siz pul bergan bo'lishingiz mumkin, lekin davlat ro'yxatida mulkdor boshqa odam bo'lib turadi. Yangi qat'iy tartiblar
shunday noaniq holatlarni yanada xavfli qiladi. Shuning uchun ishonchnoma bilan yurishni to'xtating, rasmiy oldi sotdi qiling. 5-nozik jihat. Xususiylashtirilmagan kvartiralar yoki eski order asosidagi uylar. Ayrim oilalarda kvartira hali ham to'liq xususiylashtirilmagan, eski order yashash huquqi yoki korxona balansidagi uy sifatida qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam o'zini mulkdor deb o'ylaydi. Lekin huquqiy maqom boshqacha bo'ladi. Agar uy-joy buzilishga tushsa yoki sotish kerak bo'lsa, mulkdorlikni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun xususiylashtirish holatini tekshirish shart. 6-nozik jihat, soliq qarzi va kommunal qarzlar mulk huquqini darhol yo'q qilmaydi, lekin katta muammoga olib kelishi mumkin. Masalan, yer solig'i yoki mol-mulk solig'i yillar davomida to'lanmagan bo'lsa, qarzdorlik penya ijro ishi paydo bo'ladi. Ijro byurosi hisob varaqlarini bloklashi, mol-mulkka taqiq qo'yishi mumkin. Taqiq qo'yilgan mulkni sota olmaysiz. Hadya qila olmaysiz. Ba'zi hollarda rasmiylashtira olmaysiz. Shuning uchun soliq qarzingizni mi soliq yoki davlat xizmatlari orqali tekshirib turing. 7-nozik jihat, yer uzoq vaqt foydalanilmay qolishi. Agar siz yer olgan bo'lsangiz, lekin yillar davomida hech narsa qilmasangiz, ayniqsa tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi yoki qurilish majburiyati bilan ajratilgan yer bo'lsa, foydalanilmayotgan yer sifatida masala ko'tarilishi mumkin. Bu oddiy hovli uchun hamma holatda bir xil qo'llanadi degani emas, lekin maqsadli ajratilgan yerda muddat va shartlar bo'ladi. Masalan, sizga 2 yil ichida obyekt qurish sharti bilan yer berilgan, lekin 5 yil hech narsa qilmagansiz. Bunda yerga bo'lgan huquqni qayta ko'rib chiqishlari mumkin. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Sizda quyidagi hujjatlar bo'lishi kerak. Kadastr pasporti yoki ko'chirma, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi ma'lumot oldi sotdi, hadya, ayirboshlash yoki meros guvohnomasi, hokim qarori bo'lsa uning nusxasi, yer ajratish hujjati, qurilishga ruxsat, loyiha hujjatlari, foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar. Agar hujjatlar eski bo'lsa ham tashlab yubormang. Eski order, eski texnik pasport, mahalla ma'lumotnomasi, kommunal to'lov kvitansiyalari ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki my.gov uz orqali ko'chirma oling. Unda egasi kim, manzil to'g'rimi, yer maydoni qancha? Bino maydoni qancha? Mulk turi nima deb yozilganini tekshiring. Agar sizning ismingiz o'rniga vafot etgan ota-onangiz, eski sotuvchi yoki boshqa shaxs turgan bo'lsa, darhol rasmiylashtirishni boshlang. Agar maydon noto'g'ri bo'lsa, kadastr tashkilotiga yozma ariza bilan murojaat qiling. 3-qadam, merosni kechiktirmang. Agar mulk vafot etgan shaxs nomida bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjatlari, merosxo'rlarning pasportlari kerak bo'ladi. Agar 6 oylik muddat o'tib ketgan bo'lsa, vaziyatga qarab notarius yoki sud orqali hal qilinadi. Bu ishni cho'zgan sari merosxo'rlar soni ko'payadi. Hujjat topish qiyinlashadi, nizolar kuchayadi. 4-qadam, o'z bo'shimchalik bilan qurilgan joylarni aniqlang. Hovlingizda qo'shimcha xona, 2-qavat, do'koncha, ustaxona yoki davor qurilgan bo'lsa, u hujjatda aks etganmi? Yo'qmi? Tekshiring. Agar aks etmagan bo'lsa, uni qonuniylashtirish imkoniyati bormi, bilib oling. Buning uchun kadastr, qurilish bo'limi, tuman hokimligi yoki davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Lekin hech qachon tanish orqali hal qilaman deb noqonuniy yo'lga kirmang. Bugun tanish bilan yopilgan muammo ertaga elektron bazada baribir chiqadi. 5-qadam, ogohlantirish xatlarini e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga hokimlikdan, kadastrdan, soliqdan, suddan, ijro byurosidan yoki boshqa organdan xat kelsa, uni ochmay qo'yish eng katta xato. Xatda muddat bo'ladi 10 kun, 15 kun, 2 oy. Shu muddat ichida e'tiroz bermasangiz, keyingi bosqich boshlanib ketadi. Har bir xatga yozma javob tayyorlang. Men ushbu xatga qo'shilmayman, chunki deb dalillarni yozing, hujjatlarni ilova qiling, qabul qilinganligi haqida raqam oling. 6-qadam. Mustaqil baholashdan foydalaning. Agar sizning uyingiz davlat ehtiyoji uchun olinishi yoki buzilishga tushishi haqida gap bo'lsa, kompensatsiya masalasida mustaqil baholovchi jalb qiling. Faqat uy devorining narxi emas, yer qiymati, ko'chish xarajati, ta'mir, biznes to'xtashi, ijaradan yo'qotilgan daromad, daraxtlar, yordamchi binolar ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, do'koningiz 200 kvadrat metr bo'lsa va oyiga 15 million so'm foyda keltirsa, ko'chirish faqat bino narxi bilan tugamaydi.
Siz biznesning vaqtincha to'xtashi oqibatlarini ham ko'tarasiz. 7-qadam, qo'shnilar bilan chegara masalasini hal qiling. Ko'p nizolar devor, ariqlar, kirish yo'li va yirbiy o'timda santimetr yer uchun boshlanadi. Bugun kichik ko'ringan nizo ertaga kadastrda katta muammoga aylanadi. Agar qo'shni bilan chegara noaniq bo'lsa, kadastr o'lchovini chaqiring, dalolatnoma tuzing. Imkon bo'lsa kelishuvni yozma rasmiylashtiring. Biz og'zaki kelishganmiz degan gap farzandlar yoki yangi egalar kelganda ishlamasligi mumkin. 8-qadam suddan qo'rqmang, lekin tayyorgarliksiz ham kirmang. Agar sizning mulkingizga nisbatan noqonuniy qaror chiqarilgan deb hisoblasangiz, ma'muriy sudga yoki fuqarolik sudiga murojaat qilish mumkin. Da'vo arizasida aniq talab bo'lishi kerak. Qarorni haqiqiy emas deb topish, mulk huquqini tan olish, kadastr xatosini tuzatish, kompensatsiyani qayta hisoblash, noqonuniy buzishni to'xtatish, arizaga hujjatlar, suratlar, xaritalar, guvohlar, baholash xulosasi ilova qilinadi. Imkon bo'lsa, mulk va yer masalalarida tajribali yuristdan yordam oling. 9-qadam, barcha ma'lumotlarni rasmiy manbadan tekshiring. Telegramdagi qo'rqinchli sarlavhalar, hammani uyini olib qo'yishadi degan videolar. Kimningdir ovozli xabari siz uchun huquqiy asos emas. Qonun matnini Lexuz rasmiy hukumat portallari, Davlat xizmatlari markazi, kadastr agentligi yoki malakali yurist orqali tekshiring. Men ham har doim tomoshabinlarga shuni aytaman. Vahima emas, hujjat, mish-mish emas, rasmiy ma'lumot, qo'rquv emas, harakat kerak. Demak, nomer 1277 deb muhokama qilinayotgan yangi tartiblar mulk huquqini hammaniki bo'yicha avtomatik olib qo'yadi deb tushunish noto'g'ri. Lekin bu o'zgarishlar hujjatsiz, kadastri chala, merosi rasmiylashtirilmagan, yerdan maqsadsiz foydalanayotgan, noqonuniy qurilish qilgan va ogohlantirishlarga beparvo qarayotgan odamlar uchun juda jiddiy signal. Bugun hujjatingizni tekshirsangiz, ertangi katta muammoning oldini olasiz. Bugun bitta ariza yozsangiz, ertaga sudma-sud yurishdan qutulasiz. Bugun merosni rasmiylashtirsangiz, farzandlaringizni kelajakdagi nizodan saqlaysiz. Men sizga maslahat beraman. Shu videoni ko'rganingizdan keyin hujjat papkangizni oching, kadastr ko'chirmasini oling, egasi va maydonni tekshiring, soliq qarzlarini ko'ring. Meros yoki ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lsa, kechiktirmang. Agar sizga xat kelgan bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing, lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni ochiq qoldirmang. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Sizningcha, yangi tartiblar oddiy fuqaroni himoya qiladimi yoki aksincha, odamlarni ko'proq qiynaydimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki mulk huquqi masalasida bilimsizlik juda qimmatga tushadi.